Bu mani xodimda birinchi o'rinlardan bittasi turadi. Chunki men ham makiyaj qilaman, har kun tonalka suraman, pudra suraman, lekin bu narsalarni to'liq tozalaganingiz bilan qanchadir miqdori yuzni porasi qolib ketadi. Shuning uchun men постоянный, menda yuzim yog'li, haftada 2 marta qilaman. Yuzingiz quruq bo'lsa, siz bir marta qilganingiz yaxshi. Mana hozir ko'rasizlar. Nomiga qilaman yuzga. Qaranglar. Surasizlar, yuqa qilib bir tekisda. Keyin qaranglar nima bo'ladi bu. Yuzinglarni poralarda qolib ketgan, tonalkalar bormi, pudralar bormi, mana ko'rasizlar? Hamma kir, hamma tonalkani ostatkalarini chiqarib tashlaydi bu narsa. Mana. Siz o'ylaysiz bitta gidrofilka yoki penka bilan toza bo'lib qoladi. Yo'q, qizlar. Bu narsa hammaga kerak va ishlatib ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. No realni effekti zo'r, qizlar.